Payg'ambarimiz juda oddiy yashaganlar. Atrofdagi insonlar ipak va marmarlardan qasrlar qurishganida u zotning uylari somon va loy g'ishtlaridan, tomlari esa palma barglaridan bo'lgan. Uy eshiklari va atrof ham oddiy palma bilan o'rab qo'yilgan. Eshiklari ikkita, biri masjid, ikkinchisi esa tashqariga ochib qo'yilgan. Qachonki payg'ambarimiz alayhissalom vafot etganlarida bizning onamiz Oysha radhiyallohu anhuma shunday dedilar. Men payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam shunday deganlarini eshitganman. Rasullar, payg'ambarlar qayerda vafot topsalar, ana o'sha yerga dafn qilinishadi. Shuning uchun ham ularning muborak ruhlari tanalarini tark etganida u zotni Oysha radhiyallohu anhuma onamizning xonalariga dafn qilishgan. U zotning muborak boshlari onamizning tizzalarida qolgan edi. Oysha onamiz payg'ambarimiz alayhissalom va o'zlarining o'rtalariga parda qo'ydirdilar. Ular pardani ochardilar va ularga salom yo'llar edilar. Musulmonlarning birinchi xalifasi Abu Bakr as-Siddiq olamdan o'tganlarida Alloh ulardan rozi bo'lsin. Ularni sevimli do'stlari, tanlab olingan payg'ambarimiz alayhissalom bilan yonma-yon dafn qilindilar. Oysha onamiz pardani biroz surdilar. Shuning uchun otalarining qabri yopiq holatda qoldi. Keyinchalik Umar radhiyallohu anhu xalifalik davrlarida ichkariga eshik qurdirdilar. Ungacha esa u oddiy palma daraxtlari bilan o'rab qo'yilgan edi. Mo'minlarning onasi Oysha radhiyallohu anhu uchun yaqinlashtirib berdilar. Umar Oysha onamizdan shunday deb so'radilar: "Ey mening va mo'minlarning onasi, qachonki men vafot etsam tanlab olingan suyukli payg'ambarimiz va Abu Bakr Siddiq yonlarida dafn bo'lishimni xohlayman." Oysha onamiz bunga ruxsat berdilar. Umar radhiyallohu anhu olamdan o'tganlardan keyin Abu Bakr as-Siddiq yonlariga dafn qilindilar. Ular naqadar poklar. Alloh ularning darajalarini, qadr-qiymatlarini yuksak qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ularning as-Siddiq do'stlari va Umar ibn Xattob. Oysha onamiz xonadagi qabrlar bilan yotoqlari o'rtasida devor qurdirdilar. Buning sababini so'rashganda esa shunday javob berdilar: Allohning rasuli mening hojam, ular menga ruxsat etilganlar. Abu Bakr esa mening otam, ular mening mahramim, lekin Umar ibn Xattob esa menga ruxsat etilmaganlar. Ularga bunday poklikni ato etgan Alloh eng pok zotdir. Ular xonaning bir chekkasida kichik devorcha qoldirdilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga salovat va salomlarni yo'llashlik uchun. Atrofdagilar ham kelishar, mo'minlarning onasidan salovat va salomlarini yo'llashlik uchun ruxsat so'rashar edi. Ularning didori bilan sizni ham bizni ham Alloh jannatning eng oliy maqomlarida ko'rishtirsin.